Assalomu alaykum hammaga, azizlar, do'stlar. Biz Laxta sentrga chiqdik, mana hozir ko'rsataman Laxta sentrda. Mana endi. Bundaroq o'tishimiz. O'ng arqamda turgan mana. Laxta sentr. Shu yerda dam olishdamiz. Sankt-Peterburgda go'zal joylarga kiradi bu ham. Baland binolardan. Hozir mana yaqinroqdan, suvni bo'yidan sizlarga ko'rsatishga qaror qildik, ko'rasizlar. Boshlaymiz. Suvni bo'yidamiz ham dam olishdi. O'nash ko'rinib turgan mana hozir. Agar yaqinlashtirib. Ashi Zenit stadioni. 2008-yil chempionat tashida bo'lgan. 67 mingta odam sig'adi shu stadionga. Tomoshabin 67 mingta. Futbol o'ynaydigan stadioni 174 ta baloni bor shu tagida. O'sha stadion mana binoning ichidan tashqariga chiqib, yana qaytib kiradi. O'sha misol haligi bichimi deydi, sun'iy chimlarni almashtirishda, o'sha gazonni almashtirishda chiqarib olib kiradi. 1 soat 13 minutdan 1 soat 14 minutda chiqsa kerak edi. Mana shu yerda 2017-yil ishlagan mana stadion ichida. Chempionat stadioni. Mana bu mos, mana shu mos suv ustidan olib o'tadi, mana suvni ozmasi deb ko'rsataman. Shu mos suv ustidan aylantirib, ZSD platniy doroga. Pulga chiqadi. Ko'rinib turgan hozir mana Laxta sentr. Finskiy zaliv. Suvni bo'yi Finskiy zaliv deyiladi. Biz hozir kichkinagina o'tirgan dasturxonimizni ham ko'rsatib qo'yishga qaror qildim. Mana do'stlar, birga ishlaymiz hammamiz. Mana shashliklar bo'lyapti. Shashlik bazoni o'sha Bag'dod sentridan 1-2 so'm soqqasini beramiz olib kelgan. Seravadan. Ham nima qilaveradi? O'zini ishini ham beraveradi. Birodarlar, qatanlar bo'lmoq. Hammani e'tibor uchun rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Lekin dam olishga zo'r joy. Maslahat berardim. Chiqsa, bemalol dam olib o'tirsa bo'ladi. Tinch, sokin, chiroyli joylar.